psoriaz kasalligini davolashda demak birinchi qadam o'sha atrofdagilarga bo'ladigan yaxshi munosabat, odamlarga bo'ladigan yaxshi munosabat, bu birinchisi. Ikkinchisi, Xudodan keladigan taqdirga, o'sha qazoyi qadarga rozi bo'lishlik. O'sha peshonamdan ko'raman, nima bo'lsa bo'ldi, buyog'i Xudoga tavakkal degan odamlarga taalluqli. Va uchinchisi, bu shukr qilishlik, odam bo'lib, inson bo'lib yaratilganligimizga va mana shu boshqa odamlarda bo'ladigan kasallik aynan sizning kasalligingizdan bir necha chandon yomon ekanligi, uning ahvoli tang ekanligini bilib, ko'rib, shukr qilishingizda. Demak, psoriaz bo'lib qolgan odam bu juda ham yomon odam degani emas. Endi psoriaz bo'lib qoldi, bu hech qanday yomon tomoni yo'q. Bu yuqumli emas. Eng asosiysi mana shu. Yuqumli bo'lmagan kasallikda kimdir sizdan jirkanishi mumkin yoki boshqa qilishi mumkin, bu alohida qilib qo'yishi mumkin, qo'lingizdan narsa olmasligi mumkin. E'tibor qilmang. Boriga shukr qiling. Siz qanaqadir ikkita oyog'i yo'q, qulog'i eshitmaydigan, ko'zi ko'rmaydigan, umuman quloq ham ishlamaydi, ko'z ham ko'rmaydi. Mana shunday odamlarni ham o'ylang. Siz ko'chalarda bemalol yurayapsiz, o'qiysiz, ishlaysiz, farzandlaringiz bor, jamoangiz bor, sizni yaxshi ko'radigan yaqinlaringiz bor. Mana shuni esdan chiqarmang. Endi undan keyin sadaqa chiqarib turishlikni unutmang. Kimga bo'lsa ham muhtoj odamlarga sadaqa chiqarsangiz, bu davolanishning aslida birinchi qadami mana shu bo'ladi. Endi keyingi qadamlarimiz bu ochlik bilan davolash va klizma qilishlik. Keyingi videoga o'tamiz.